Cristiano Ronaldo musulmonlar uchun qayg'urmoqda. Mana nima uchun uni musulmon ahliyle yaxshi ko'ramiz. Futbol hozirgi paytda butun dunyoda global mavzu bo'lib qolgan G'azodagi vayrongarchiliklar va Isroil-Eron o'rtasidagi urushni to'xtatish istagi ila bularning ortida turgan AQSh prezidenti Donald Trampga sovg'a sifatida o'zining imzosi va jamoa sifatida birlashamiz va tinchlik uchun o'ynaymiz deya yozilgan o'zining futbolkasini jo'natdi. Ronaldo aqlli, bu urushlarning ortida kim turganini bilib turib shu ishni qilishga qo'l urdi va unga jur'at topdi. Xuddi shu ishni Habib Nurmagomedov Trampni shaxsan o'zi bilan ko'rishib, Falastindagi urushlarga chek qo'ying deya aytgandi. Endi esa Ronaldo qilyapti. Eslatib o'taman, Ronaldo musulmon emas, lekin insoniylik unda yuqori cho'qqida ekanligini isbotlamoqda. U buni doimo amalda ko'rsatgan. Nochorlarga yordam qilishi, nogironlarni yaxshi ko'rib, ularga pul ajratishi, xayriya fondlariga millionlab summalar kiritishi, muxlislarni doimo hurmat qilishi bu siymoni butun dunyo uchun go'zal namunasidir. Ha aytgancha 2020-yilgi Yevropa chempionatidagi matbuot anjumanida kolani chetga surib qo'yib, suv ichishni tavsiya qilish orqali asl kompaniyalari Isroilga tegishli bo'lgan kola brendini boykot qilib, Isroilni bankrot bilan milliardlab dollarlarsiz qoldirgan ham aynan Ronaldo edi. Bu uning maydondan tashqaridagi ishlari xolos. Xo'sh, Cristiano Ronaldo yana nimani isbotlash kerak va kimga?